Kim turasizlar bu yerda? Rahimjon? Ikkovidan. Oilachi? Oila shaharda. Ha, shaharda. Bu yerda bu dacha sifatida nima qilasizlar? Yo'q, ferma o'zimga ferma qilib qo'yganman. O'z xonadonida narko laboratoriya tashkil qilgan shaxs aniqlandi. Qonun yuzasidan noqonuniy. Qonuniy bor. Ha, noqonuniy hech narsa yo'q. Qonuniy nimangiz bor? Qonunda Undan boshqa noqonuniy narsangiz yo'q? Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda xonadon oshxonasida bir dona elektron tarozi, giyohvandlik dori vositasi, pnevmatik qurol borligi aniqlanib, barcha ashyoviy dalillar hujjatlashtirib olingan. svet yoqmaysiz. Svet yoqmaysizlar. Men yoqaman. Ya maylimi? Bu shaxs o'z xonadonining ombor xonasida maxsus yoritish chiroqlari orqali naqd 12 tub kannabis o'simliklarini yetishtirayotganligi aniqlangan. Ma'lumotlarga ko'ra 1976-yilda tug'ilgan bu shaxs muqaddam jinoyat kodeksining 270-moddasi bilan sudlangan, oilasidan ajrashgan va vaqtincha ishsiz ham ekan. Yo'q, nimaga? Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti matbuot kotibining bizga ma'lum qilishicha, holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Kimnidir hayotiga, umriga jiddiy zarar yetkazish orqali daromad topish bu tubanlik. Shunday ekan, hurmatli yurtdoshlar, aqlingizni ishlating. Halol yo'l bilan pul toping.